eng ko'p uyqusi kelayotgan odam kim? Stulni bo'shatmaysiz. 5S degani juda ham qiyin. Eng qiyin. Ishlab chiqarishda tartibni yo'lga qo'yish uchun eng muhim vosita hisoblanadi. Mudani yo'q qilish, standartlashtirish, mana shu 3 ta narsa Kaizenni boshlashga birinchi qo'yilgan qadam. 5S degani Yaponiyani 5 ta S harflaridan olingan. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke so'zlaridan olingan ishlab chiqarishda tartibni yo'lga qo'yish uchun eng muhim vosita hisoblanadi. Zavodingiz bo'lsa, yoki bo'lmasam sizni qo'lingizda 20-30 dan ortiq odam ishlayotgan bo'lsa, 5S'ni yo'lga qo'yib ko'ringda, siz o'z-o'zidan tartibga tushgan ishlab chiqarishga ega bo'lasiz. Va bu narsani standartlashtirish kerak. Oddiy misol bilan ko'rsatishga harakat qilaman-da. Eng ko'p uyqusi kelayotgan odam kim? Keling. Qolganlar ham kelinglar. Ha, o'tiring. Stulni bo'shatmaymiz. Yana kim eng ko'p uyqusi kelayotgan? Oldingizda. Ikkita xonada. 5S degani masalan tartibni yo'lga qo'yish degan narsa birinchisi. Ya'ni ishchini vaqtini biror narsani qidirishga yoki bo'lmasa ortiqcha narsalarga sarflamasdan faqat qiymat qo'shadigan narsalarga sarflash uchun harakat qilish. 5S. Sizlar ham hozir 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamni ketma-ketlikda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gacha belgilab chiqishinglar kerak. Raqamlarni ishlab topib. Faqat kimdir sudya kerak bizga. Kimdir birinchi bo'lgan, kimdir farqi vaqtga qarasizlar mayli. Sudya kerak, birinchi bo'lgan, ikkinchi bo'lganda farqlash. Masalan, o'zlari ham sirasi bilishadi, vaqt qanchalik bo'lganini. Tayyormizmi? 10 gacha topamiz. 1 dan 10 gacha. Belgilaylik. Ketma-ketlikda teshilib turadi. To'g'rimi yo'qmi? Bo'ldimi? 10 gacha. 4 qidirib yuribman. Yo'q, o'sha tadam. Bo'ldi? 1 minutdan ko'p vaqt sarfladingiz. Примерно vaqt qaratishingizdan bo'lar ekan. Topdingizmi? Agar 1 minut bo'ladi, 1 minut 10 sekund, 1 minut 20 sekund deb qo'yinglar. 1 minut 10, 1 minut 20. Примерно-da endi. 1 minut 20 bo'ldimi? 1 minut 20. Siz 1 minut 30. Hop, bu ketdi. Bu birinchisi. Xuddi shu narsa. Keyingi bosqich. Tayyormisizlar? Shu 1 dan 10 gacha. 1 dan 10 gacha keyingi bosqich. Necha sekund bo'ldi aka? 20 sekund. 20 sekund. Yozing. Mana 40 la bo'ldi shekilli. Xo'p. Ham ketsa, endi undan ham sal qiyinroq. Tayyormisizlar? Tezlashda 10 sekundga tushdimi? Juda ham qiyin. Eng qiyin. Bunaqa qiyin emas. Doktor. 5 ham xuddi shunaqa. Aka boblar. Oddiy raqamni ko'rsatmoqchi bo'lyapman. Ishlab chiqarishda 5 ta joriy qilish degani tartibni yo'lga qo'yish.